Uyg'urlarni qo'g'dash muhim mas'uliyat. Uyg'urlar garchi mukammal qoida-usulga ega millat bo'lsa-mu, davr taraqqiyoti, har xil o'zgarishlar, zamonaviylik bilan an'ana o'ttirsidagi ziddiyat, chet el madaniyatining singib kirishi, bir qism kishilarning chet el madaniyatiga qarg'ulash cho'qinishi qatorliq omillar sababli Uyg'ur qoida-usullari o'zining yorqin julasini xunuklaştırib qo'yibdi. Bundaq yatlishish yalğız to'y-to'kun, kiyim-kechak, yemak-ichmak, o'lim-yetim jihatli ifodalanib qolmay, balki kishilarning mas'uliyatchanlik ingidimi, sadoqatidimi, milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatidimi ifodalanyapti. Buning bilan an'anaviy qoida-usul tarafdorlari bilan an'anadan chatniguvchilar o'rtasida ro'shan bo'linish shakllanmoqda. Hatto ba'zi yoshlarda yatlishish bilan oynish shunchalik ig'ir bo'lyaptiki, ular hatto millatning eng isil boyligi va mavjudlik turiki bo'lgan ona tilida so'zlashni madaniyatsizlik hisoblaydi. Ba'zilari ona tilida maqsad muddaosini to'liq ifodalay olmaydi. Agar har qanday bir millatning qoida-usullari shu millatning muhim belgilarining biri bo'lsa, hamda u har bir millat a'zosining cho'qinish obyektiga aylangan bo'lsa, shu millatning ma'naviy qudrati shuning munosib oshadi deyilsa, qoida-usulning zavallikqa yuz tutganligi millatning vujudidagi ma'naviy qudratning ojizlashishiga qarab yuzlanganlikni ko'rsatadi. Uyg'urlarning an'anaviy bayramlari ichida Navro'z bayrami degan katta bir bayrami bor edi. Bu bayram aslida butun millat a'zolarini qaynam tashqinlik faoliyatlari qo'yniga tortib kirib, ularga xushallik, umid, jo'shqinlik, ishonch ato qilish bilan birga hayotning go'zalligini, tabiatning ulug'ligini, milliy birlikning kuch-qudratini his qildiratdi. Hozir bo'lsa biz faqat televiziya stansiyasi Navro'z bayrami munosabati bilan o'tkazgan san'at kechiligi orqali Navro'zning kelganligini his qilamiz. Uningdan boshqa hech qanday faoliyat o'tkazmaymiz. Aslida Navro'z bayramining o'zgacha qoida-usullari bo'lib, butun yurt xalqiga Navro'z eslatlatdi. Shoirlar yangi bahorni madiylab, mushoirlar aytishatdi. O'g'loq tortishish, qo'shqor, xo'roz so'qishtirish, chilishish degandek har xil ko'ngil etish faoliyatlari o'tkaziladi. Uningdan boshqa to'y-to'kun, o'lim-yetim ishlarimizda tüplük o'zgarish yuz berdi. To'y-to'kun ishlarimiz alohida bir o'zgarishga kirdi. O'lim-yetim ishlariga kelsak, o'limlik bo'lganlarni do'st-birodarlar restoranga chaqirib, may sharoblar bilan qarsini ushtib qo'ydigan ahvollar paydo bo'ldi. Uyg'urlarning qoida-usullarida tarixda o'tgan ulug' tuhfatkorlarning qabrisini yo'qlash muhim an'anaviy faoliyat edi. Bu xil faoliyat kishilarga umid, ishonch, jasorat bag'ishlaydi. Avlodlar qalbini ajdodlarimizning esil ruhiy hislatlari bilan sug'urishda muhim rol o'ynaydi. Ammo bugungi davrga kelganda bu xil faoliyatlar nihoyat azlab ketdi. Hozir nurg'un kishilar tariximizda xalq uchun jon tasadduq qilgan qahramonlarimizni, ilm bobida olamshumul natijalarni yaratgan olimlarimizni bilmaydi. Vaholanki bizda ashundaq nomga atalgan biror bayram yoki boshqa shakllardagi narsalar yo'q. Mushundaq ketaversak, bundaq ma'naviy namratlik bara-bara butun millatning ruhiy qatlamiga ta'sir ko'rsatib, oxiri ularni tushkunlik patqiga patirib qo'ydi. Agar ota-bobimizni xotirlashga, tug'ilgan kunimizga ko'ngil bo'lganchilik ko'ngil bo'lib, uni muayyan shakldagi qoida-usulga aylantirgan bo'lsak, Uyg'ur jamiyatiga ta'alluq har bir kishiga umid, ishonch, ruhiy jo'shqinlik, izdinish, ruhiy baxsh atkili bo'ladi. Shuning bilan xalqimiz ko'z oldidagi rangvaz dunyo oldida o'diqmay kelgusida zo'r ishonch bilan boqadi. Uyg'urlarning barliq qoida-usuli insoniy axloq fazilat ustiga qurilgan. Fazilat g'unchalarimiz mana shu qoida-usul bog'chasida ichilgan. Qoida-usullarimizning yadrosini o'zaro hurmat va o'mlik, hayo, nomus, adab-axloq, do'stlik, vafodorlik, sadoqat, mehribonlik qatorliq insoniy xislatlar tashkil qiladi. Mushu nuqtadan qaraganda qoida-usullarimiz yemirildikan, kishilarimiz esil insoniy xislatlardami yomon sifatli o'zgarish yuz beradi. Shuning bilan jamiyatimizda razillik ustunlikni egallaydi. Millat a'zolarining mas'uliyatchanlik eng tuvallaydi. Markazdan qechish xohishi eg'ir bo'ladi. Shunga qoida-usulga sal qaramasligimiz kerak. Agar necha ming yillardan beri xalqimizning mavjudligini namoyon qilib kelgan eng muhim belgisi ham har xil o'ngishsizliklar va bulg'anishlardan omon eson saqlab kelgan kuch nima desa, biz xalqimizning qoida-usulini deb javob beramiz.
Uyg'urlarda haya ko'tarilib ketsa, orqadan balo keladi degan aqida bor. Bu yerdagi haya Uyg'urlarga insoniy xislat ato qilgan. Ularni yomonlikdan yiroq turishga, yaxshilikqa undigan, qalbiga poklik urug'ini chashgan. Qoida usulni ko'rsatdi. Qaysi elda nomussizlik avj olsa, shu el past o'ringa tushib qoladi. Qaysi oiladan nomus ko'tarilib ketsa, shu oila baxtsizlik yuzlandi. Qaysi odam nomussiz bo'lsa, shu odamning odamiylik qadr-qimmati bo'lmaydi. Buningdan ko'rilishqa bo'ladiki, qoida usul millatning mavjudligini kafolatligiga eg'ildigan muhim omillarning biri hisoblanadi. Shunga biz qoida usullarimizni qo'g'dishimiz va texmi zo'r hayotiy kuchga ega qilishimiz kerak. Qoida usuldan yiroqlashsak, qutdan yiroqlaymiz. Qoida usulning to'liq ado qilinishi bilan baxt qaror topqusi.